Assalomu alaykum. Men oliy toifali nevrolog Turg'unova Muhayyo Erkinalimni. Bugun sizlar bilan biriktiruvchi to'qimaning asosiy oqsili bo'lgan kollagen to'g'risida gaplashamiz. Kollagen bu biriktiruvchi to'qimaning asosiy oqsili bo'lib, umumiy oqsillarning 25-45% ni tashkil qiladi. Odam tana massasini 6%ni, ya'ni 70 kilogramli odamni 4,2 kilogramini tashkil qiladi. Mushak paylari va bog'lamlarning 80% kollagendan iborat. Kollagen organizmga elastiklik, egiluvchanlik, cho'ziluvchanlik, taranglik va mustahkamlik xususiyatlarini beradi. Nerv sistemasidagi vazifasi struktura vazifasi, ya'ni markaziy va periferik nerv sistemasini atrofini o'rab turgan epinevriy va perinevriy tarkibida bo'lib, barqarorligini ta'minlaydi. Asab tiklanishdagi roli periferik nervlar shikastlanganda kollagen muhim o'rin tutadi. Gematoensefalik to'siq barqarorligini ta'minlaydi. Kollagen organizmda teri, suyak, mushak, pay, bog'lam apparati, umurtqalararo disk, bo'g'im tog'ayi, qon tomirlar, ichki organlar nerv to'qimasida joylashgan bo'ladi. Yosh organizmda kollagen almashinuvi tez bo'ladi. Shuning uchun terini tarangligi, bo'g'imlarda suyaklarning mustahkamligi normada bo'ladi. Yosh o'tgan sari kollagen almashinuvi susayib boradi. Shuning uchun teri tarangligi kamayib boradi. Bo'g'imlarda osteoartroz, umurtqalarda osteoxondroz, disk churralari kuchayib boradi. Kollagenga talab ortib boradi. Kollagenning organizmdagi vazifalari teri mustahkamligini, tarangligini, elastikligini, egiluvchanligini ta'minlaydi. Mushak-pay sistemasi tarkibiga kiradi. Mushaklarni suyakka yopishgan qismida ko'p miqdorda kollagen bo'ladi. Organizmni chidamliligini, elastikligini oshirib boradi. Shu sababli 1 mm pay to'qimasi 10 kg-gacha yukni bemalol ko'tara oladi. Suyaklar sistemasini organik qismiga kirib, osteoblastlar tomonidan kollagen ishlab chiqariladi. Suyaklarning mustahkamligini ta'minlaydi. Suyaklarning mustahkamligi po'latni 1/1 ga to'g'ri keladi. Bo'g'im yuzalari tog'ay to'qimasi tarkibiga kirib, gialuron kislota bilan birikma hosil qiladi. Bo'g'imlar yuzalarida amortizator vazifasini ta'minlab beradi. Yurak qon tomirlar devori tarkibida bo'lib, yurak qon tomir sistemasini egiluvchanlik, elastiklik, cho'ziluvchanlik, mustahkamlik xususiyatlarini ta'minlab, yurak qon tomir kasalliklarini oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Regeneratsiya xususiyati jarohatlarni bitishida, fiziologik tiklanishda muhim rol o'ynaydi. Soch, soqol, tirnoq tarkibiga kirib, ularni doim yaltiroq, nam, elastik bo'lishini ta'minlaydi. Kollagen ikki xil bo'ladi: nativ kollagen va gidrolizlangan kollagen. Nativ kollagen bu tabiiy kollagen bo'lib, o'zining biologik faolligi va tuzilishini saqlab qoladi. U hayvon to'qimalaridan, suyak, pay va teridan olinadi. Nativ kollagen o'zini tabiiy shaklida qoladi, regeneratsiya jarayonlariga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Gidrolizlangan kollagen, ya'ni denaturatsiyaga uchragan kollagen jelatin deb yuritiladi. Bu fermentlar, kislotalar va yuqori harorat ta'sirida aminokislotalarga va mayda peptidlarga ajratilgan shakl hisoblanadi. Gidrolizlangan kollagen hazm tizimi a'zolari tomonidan tez so'riladi va organizm tomonidan tez o'zlashtiriladi. Gidrolizlangan kollagen qo'shimcha sifatida kapsula, parashok va suyuq holatida ishlab chiqariladi. Kosmetologiyada terini yoshartirish, bo'g'imlarda artrozni oldini olish va suyaklarda osteoporozni oldini olish uchun ishlatiladi. Kollagenni qachon ichish kerak? Kollagenni ertalab nahorgi och qoringa vitamin C bilan birgalikda suv bilan yoki meva sharbati bilan ichish maqsadga muvofiq. Agar oshqozon-ichak tizimida muammosi bor kishilar bo'lsa, ular ertalab yengil nonushtadan keyin ichsa ham bo'ladi, yoki uyqudan 1 soat oldin ichish ham regeneratsiya jarayonlarining kuchayishiga olib keladi. Kollagen 3 oy davomida ichiladi. Agar zarurat bo'lgan holatlarda 1 oy dam olib, yana 3 oy ichish mumkin. Kuniga 5-10 grammdan ichiladi. Ta'siri 4 haftadan keyin seziladi kollagen. Kollagen oqsili sintezi murakkab fermentativ jarayon bo'lib, bu o'ziga xos vitamin va minerallar talab qiladi. Kollagen sintezida vitamin C, vitamin B1, vitamin B6 va vitamin B2 muhim rol o'ynaydi. Teri va boshqa qismlarda fibroblastlar, bo'g'imlarda xondroblastlar, suyaklarda osteoblastlar tomonidan ishlab chiqariladi. Organizmda kollagen yetishmovchiligining belgilari: bular teri tarangligini yo'qolishi, ajinlar tushishi, suyaklarda og'riqlar,
suyaklarni mo'rtlashi, osteoporoz, bo'g'imlar og'rishi, umurtqa pog'onasi osteoxondrozi, disk churralari, disk protruziyalarining paydo bo'lishi, soch va tirnoqlarni to'kilishi va sinishi, organizmda yallig'lanishga moyillikni oshishi, mushaklarda quvvatsizlik va chidamsizlik, qayta tiklanish va suyak bitishini sekinlashishi organizmda kollagen yetishmovchiligining belgilari hisoblanadi. Kollagenga boy mahsulotlar. Bular suyak liqildog'i, xolodets, suyak sho'rvasi, qizil go'sht, mol go'shti, qo'y go'shti, tovuq go'shti, losos balig'i, unes balig'i. Kollagen ishlab chiqarishni kuchaytiruvchi mahsulotlar bular: sitrus mevalar, limon, apelsin, kivi, qizil bulg'ori. Magniy va ruhga boy mahsulotlar: yong'oq, mol jigari va go'shti, omega 3 yog' kislotalari, protein manbalari, tuxum oqi, bug'doy proteini va sut mahsulotlari. Kollagenni saqlab qolish va yo'qotilishini kamaytirish uchun qand va yuqori glikemik mahsulotlarni cheklash, spirtli va alkogol mahsulotlarni cheklash, oftob nuridan himoyalanish va gidrolizlangan kollagen mahsulotlari qabul qilish tavsiya qilinadi. Hozirgi kunda odam organizmida 28 tipdagi kollagen farqlanib, asosan 80% birinchi tip kollageni tashkil qiladi. Birinchi tip kollageni asosan terida, suyak, ko'z shoh pardasi, sklera va arteriya qon tomir devorida joylashadi. Ikkinchi tip kollageni bo'g'im tog'i yuzalarida, uchinchi tip kollagen terining derma qavatida, yirik qon tomirlar devorida, retikulyar tolalarda, qon ishlab chiqaruvchi a'zolarda joylashadi. To'rtinchi tip kollagen bazal membrana va ko'z gavharida joylashadi. 28-tip kollagen nerv sistemasida joylashadi. Kollagen yetishga ko'rsatmalar: terini erta qarishi, ajinlar tushishi, elastikligini yo'qolishi, soch va tirnoqlarning sinuvchan bo'lishi, to'kilishi, bo'g'im va suyaklarda osteoartroz va osteoporozning rivojlanishi, operatsiya va yoki jarohatdan keyin tiklanish, ichak shilliq qavatini mustahkamlash uchun ichiladi. Kollagen ichishga qarshi ko'rsatmalar: allergiya, fenilketonuriya, jigar va buyrak yetishmovchiligi hamda onkologik kasalliklar. Sizlarning tanangizga mustahkamlik, o'zingizga baxtli va uzoq umr tilaymiz. Sog' salomat bo'ling.